Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Abdülkerim Hacım. Qanday ahvollari, yaxshi turdimi? Avval sizniki yangi yillar muborak bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'zlari birga bo'lsin. Bu endi yangi yillar muborak bo'lsin deb gapni avval men boshladim. Musulmon milodiy kalendari bo'yicha hozir mana 2018-yili 1-2 kuni biz hozir shu Abdülkerim Hacımniki uyida çay içishga suhbatlashib turibmiz. Albatta biz Londonda. Endi bugungi maqsadimiz shu o'zaro bir tushuncha hosil qilish, o'zaro o'rganish. Bo'lib, menga nisbatan bir o'rganishda dastlab sizlarga yangilar muborak bo'lsin desam, menga qaytirib yangilar muborak bo'lsin demadilar. Buni men savolni sizlarga qo'yay undaqda. Shu bizniki shu muajiratdagi erkin dunyodagi shu Uyg'ur jamoatimizda diniy sohatga tiqloq tortishlar yillardan buyon to'xtamayotdi. Nihoyat keskin darajaga beryotdi. Bunun misali mana bismillah demay yangi yilning 1-kuni, yangi yilniki va oldingi kunlari bu yangi yil bayramini tabriklasak bo'lmaydi. Bu musulmonlar, bu Uyg'urlar biz tabriklasak bo'lmaydi. Yangi yil harom tabriklash degandek datalashlar 2 kundan buyon davom qilyotdi. Bu vaqtda ijtimoiy taratqulardami ko'p datalashlar bo'lib tarqalib degandek ba'zi maqollar yozilib bo'lyotdi. Bir tarafdan bunday datalashlar bo'lgani yaxshi, ammo bunun bo'lmaydigan taraflari bor-da. Chunki bizniki bu datalashlarimiz yangi tabriklashlar emas. Hatta bizniki o'zimizniki shu milliy an'anaviy bayramimiz, Navro'z bayramimizni tabriklash, hatto to'y to'kildirimizni naqsh musiqasiz, masalan, o'limni metnozish bilan, nazar chiroq berish bilan to'y to'kinning farqi yo'q darajada ba'zi. Chunki mesela yangi farqlar chiqadi, yangi hukmlar chiqadi. Shunga biz asli misolimiz bo'yicha suhbatimizniki 4-qismi bo'lishi kerak deb bugun va boshqa bir temalar so'zlash kerak edi. Ammo hozirgi shu datlashning eng yangisi, munosabatning eng yangisi yangi yil to'g'risi bo'ldi. Shunga oxiri bugungi texnologiya ahamiyati qulaylik. Shunga birinchisi avval shu xalqimizga o'zimizni ko'z tutib diniy o'lmalarimizdan Abdülkerim Hacım bilan beraber ekran qarab turib xalqimizga birinchisi yangilik salom yo'llaydik. Ikkinchisi zadimiz Uyg'ur musulmonlari yangi yil tabriklasi bo'lamdi, bo'lmamdi. Shu Abdülkerim Hacım bilan shu oldimizda Qur'on turibdi, ulug' kitobimiz, muqaddas kitobimiz. Shu Qur'onni qarab turib, o'zimizning ahvolga qarab turib va dunyoga qarab turib, dunyo qaysi yo'nalish tuyulayotdi, biz Uyg'ur xalqi qaysi yo'nalish tuyulayotimiz, nima uchun bu dinimizni zamonga loyiq, e'tiqodimizga loyiq va milliy kimligimiz an'anamizga loyiq darajada elib borolmaymiz. Nima shu biz hozirgacha bu datlashni tugmatdi, mushaqda bir suhbatlashay deb bu rasmiy sin ko'rinishlik bu suhbatimizni qandoshlarimiz yo'llab turibdik. Undaqda savol Abdülkerim Hacım. Shu Uyg'ur musulmonlarniki yoki musulmonlarning shu milodiy kalendari, quyosh kalendari bo'yicha, quyoshning aylanishi bo'yicha shakllangan kalendar, musulmonlarning oyiniki aylanishi bo'yicha shakllangan kalendar, tamam. Dunyo quyosh kalendari bo'yicha, ya'ni milodiy kalendari bo'yicha yangi yilni tabriklab qo'yganimiz bo'ladi. Shu yangi yil tabriklash masalasiga shuniki qandaq sizlarning tushunchalari, Qur'onda nima deyilgan, islom ahillarida, hadislarda va boshqa diniy kitoblarda nima deyilgan, sizlarning qarashlari qanday? Mushaqda biz o'rgansak bir ta'limotlarni, fikrlarni bir xalqqa o'rtoqlashgan bo'lsalar.
Aleykümselam ve rahmetullah. Özlerle bugün sohbette özü birge bolganına ayete hoşal bolup turbatyman. Çünkü bu Avrupa'da bir adam bilen bundak özü yaxşı sohbetlerini ötküzüş nahayet özü davamlı adamga nisip bolmaydigan bir iş. Onun için ikimizden bir şey sohbetleşkeni nahayet yaxşı bir iş bolur dep oylayman. Birinciden, ikkinchiden şu videoni ko'rgan bütün o'zi qarindoshlarima salomimni yo'llayman. Hammasiga assalomu alaykum. Yangi yil masalasiga kelsak, yangi yilning o'zini endi bayram qatorida hisoblaymiz. Bayram Kur'an-ı Kerim'de faqatla bir tal yerde bayram to'g'riliq oyat bor. Bu oyat olsunmu şu biraz to'g'riliq bir tayyorlik qilib qo'ygan. Bu Sura Maidniki 114-oyatida İsa alayhissalomniki o'zi İsa alayhissalom Alloh taologa dua qilgan vaqtida osmondan o'zi dasturxon tushirib berish to'g'riliq. Dua qilgan vaqtida dua ijobat bo'lgan kunning o'zini İsa alayhissalom o'ziniki bayram kuni tutgan ekanda, ya'ni xalq shu yerki shu İsa alayhissalomga ergashgan musulmonlar hammamiz o'rtaq bayram kuni Alloh taolo Qur'oni Karimda وَلِكُلٍّ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Deb Sura Baqara'niki 148-oyatida bu to'g'ri bir qilibdi. وَلِكُلٍّ deganning o'zi yoki millat, yoki qabila, yoki bir guruh, yoki har bir odamga hukm qartildi bo'chi. Ya'ni har bir odam yoki qabila yoki millat uchun bo'lsin, bo'lishdan nazar bir yuzlanish bor. Vijhatun deganning o'zi. Huve muvalliha, o millet ya ki şahsiyle hepimiz ne dese şunu yaxşı gördü. Yani insaniyet yüz yaxşı görgen tarafı yüzlerinde deyin gibi. Pestebikul hayrat. Mesele nerede diye vakti? Mesele aşı yüzlenişinin gözüne yaxşı tarafı işit işte. Yani insanlar demek ki bu yerde mesela bayramı ötküzüdü. Mesela başka yığılışlarını ötküzüdü. Her kılı öz medeni her kılı yığılışlarını ötküzüdü. Ama ötkazgan vaqtda aşağıdaki sorunning o'zini yaxshi tarafga burash. Foydali bir yig'ilish. Foydali bir yig'ilish holatiga aylantirish masalancha. Masalan biz bu yerda Yevropada yashayotgan Uyg'urlar bo'libmi, o xristianlarniki o ishlarni o'yincha qilib yurmaymiz. Undan ish qilmaydi hech kim. Agar qo'ysa bir tal ushaq bola bilmaydi, nima daraxtni agar qo'yganda deyli. Ammo undan boshqa hech qanday bir narsa akirmaydi. Ama bu yerdeki mesele nima degan vaqtda mesele Qur'oni Karimdagi bizga bergan tushunchasiga asoslangan vaqtda Qur'oni Karim bir millatniki, ya'ni har qanday bir millatniki madaniyatiga hujum qilmaydi, uni to'smaydi. Faqat ash madaniyatning ichidagi Qur'oni Karimdagi o'zi Qur'oni Karimda nima ya'muruni bilmab va yanhuni munkar degan bir oyat bor. Yaxshilik buyurib yomonlikni to'sgancha, demak shuning ichidagi yomonlikni to'sadi. Ya'ni shu madaniyatning ichida manalqi o'tganki nimildimi bu so'zlar o'tgandimi? Oldin qatildimi? To'g'ri. Bizniki shu ming'oyni tam rasmlardimi? Yalamash degan mush maydonda qani o'choq, ashunda holatda ayda ayollarniki suratlar bor, bizning qo'lni tutib o'ynayotgan har xil shakl bosini ko'rgan bo'lishi mumkin. Aşının hemmisini İslamiyet'e kabul kıldığı ki bizim ecdatlarımız şu köyneklerin özünü yakınlarına küçültüp ayarlar normallaştırıp şundak mı ya ki? Aşı medeniyetini bütünley yaptaş ötüp Arap'ın kara kiyimini ekivamay. Şu kiyimimizni öz beti saklap kılıp fakat şeklini azrak özgertti. İslamiyet'e doğru kelgan halet kıldı. Usullarımızın aşağıda oynanılan usullarını Müslümanlarınki şu İslamiyet'e karşı yani Kur'an'ın ruhu karşı çıkmaydıgan halatda. Kur'an'ınki ruhuga yani özü zıt emez. Halatga ekip durup
o'zi musharatga keldi. Bu dunyodagi hozir ba'zi odamlar shunday qilib qildi. Xuddi shu 1000 yildan birisi bizdagi ajdodlarimiz islomni qabul qilgandan birisi desa, yangidan bir nima olimlar ham chiqayotgandek his qildi. Ming'an, millionlab olim chiqqan bizningki ajdodlarimizdan. Masalan, bundan burun dunyoga tegirdak olimlar chiqqan. Aş olimning o'zi, aşı dinning o'zini, ya'ni shu o'zimizning madaniyatini shu dinga muvofiqlashtirgan, moslashtirgan. Madaniyat an'analarimizni saqlab qolgan. An'analarimizni saqlab qolgan. Bu bir-birini qarshi qilmagan. Nima chiqadi? Chunki ajdodlarimiz hammaning qadrini bilgan. Dinning qadr-qimmatini, madaniyatimizning qadr-qimmatini, urf-odatimizning qadr-qimmatini hammasini bilganda, uning uchun bu islom kirgandikinlar bu yerda madaniyat Arab madaniyati bo'lmasdan Uyg'ur islom madaniyati borliqqa kelgan shu vaqtning o'zicha. Uyg'ur islom urf-odati masalan, to'g'rimi yoki? Bunda bir narsa shakllangan. Nima uchun desa, men o'tgan suhbatlarimizda degan buni islomdagi bu narsa bir rangsiz bir narsa bu. Islomdagi bu madaniyat shakli bu rangsiz. Har qanday bir rangdagi qashir kelsa shu rangni qabul qildi. Aşırıdan maslashib shu yerda boshqa bir madaniyat hosil qildi bu. Masalan, bizniki Uyg'urlar islomni qabul qilgan ekan, Uyg'urlarniki madaniyati va islom madaniyati birlashgan vaqtning o'zida nima paydo bo'ldi desa, Uyg'ur islom madaniyati borliqqa keldi. Uyg'ur islom madaniyati borliqqa keldi. Uyg'urlarniki urf-odati bilan islomdagi bu islom madaniyati ikkisi birlashgan vaqtda, islomdagi odat birlashgan vaqtda Allah'nınki adatullah deydi bunu. Bu ikisi birleşken vaqtda Uyg'urlarniki islom urf-odati meydana keldi. Masalan, o'zi bizda bir vesiki bundaq o'zi naati hurmat bilan o'zi salomlash masalan Qur'oni Karimda vaqumu lillahi qanitin degan bir oyat bor-ku. Namoz o'qigan vaqtda Alloh taolo naati hurmat bilan turadi degan oyat. Hurmat bilan. Biz bir odamniki hurmat qilgan, bir odamga hurmat qilmaganligini şu adamdaki qo'lni bog'lab o'ynab o'zi hurmat qilish shaklini ifodalamaganligini bilamiz. To'g'ri. Bizning ajdodlarimiz shunday o'zi birisiga kelsa, u odamga assalomu alaykum degan vaqtda qo'lni qo'shtirib, assalomu alaykum deydi, va alaykum assalom deydi masalancha. Bu islomdagi ashu Alloh taolaning buyrug'i bizniki odatimizga singanda masalan. Shuni bizda bo'lib bu boshqa yerda chiqib bilib ketmasa, bu bizniki o'sha Şayashin xalqçalıda mesela bunda adet naati endi beklemendi yukarı endi. Vatanın hem yeri zaten Uygurlar aştak adetler neyme? Demek ki neyme degen vaqtda Kur'an-ı Kerim fakat şu adetinin içindeki, şu özü medeniyetin içindeki insaniyetke zarar verdiğen. Allah Teala'nın kanun prensipleri doğru kemmeydegen terpinin özünü çekleydi. Halas. Demek undaq men mundaq tushunsak bo'lardi masalan sizlarga bu aytganlar hammasini. Demek yangi yil bayrami bo'lsin yoki Navro'z bo'lsin va yoki har qanday masalan musulmon xalqlarniki, musulmonlarning bayramidan sirtqi bayramlar bo'lsa, yoki xalqaro bayramlar bo'lsa, masalan islomda cheklangan, islom dinimiz cheklangan ishlarni qilishdan saqlanib, bizniki shu usullari bilan masalan özümüzden nakşıları bilen, özümüzdeki medeniyet an'anaları bilen yangi yılni tabriklesek, Navro'zni tabriklesek, xalqaro ayollar bayramini tabriklesek, o'sha bayramlarni tabriklesek bo'ladi degan gap chiqamdi. Bo'ladi. Chunki u yerda o'zidagi narsa nima desa, bizdagi deyotgan narsa biz Uyg'ur islom madaniyati, Uyg'ur islom urf-odati degan bu kelimada cho'nqur bir ma'no bor-ku. Biz Müslüman buluşup birge hem Uygur buluş şart bizge. Doğru. Nima uchun degan vaqtda islom Alloh taolaning bizga bergan omonati. Uyg'urlikchi. Uyg'urlikchi? Albatta. Biz Alloh yaratdi qo'yaymi? Uyg'ur o'zimizni yaratdi. Allohning bandisi shundaqmi? Uyg'urlikmi Allohning bizga bergan omonati. Albatta. Sharq Turkistonmi? Alloh bizga bergan omonat. Yani Uyg'uriston yoki. Buning hammasi nima desa, Allah bizga bergan omonat. Bu omonatni qo'g'dashning o'zi mecburiyet. Bu bir mecburiyet. Allah bizga farz qilgan bir farzning birisi. Uning uchun nima degan vaqtda, mushlarning hammasini masalan bu Yevropada bundaq to'plantiniki ko'p bo'lgani yaxshi. To'planti ko'p bo'lsa, u to'plangan vaqtda Uyg'urlarniki o'zaro
Arlıqtın aşındaq bir versiga bo'lgan madaniyatni namoyon qilish orqali yosh bolalarimiz, uşaq bolalar hammasi ota-onasiga qarab cho'ng bo'ldi emas bular. Unda bo'lganki shu ota-onasining ash narsani o'rgandimdi. Bo'lmasa bolalarimiz o'zimizning usullarini bilmasa odatda. O vaqt keyingi diskotek tanqislik kelsa qanday qilamiz uni? O vaqt biz qanday uni o'zi qutuldirib qolamiz? Chunki ularga biz madaniyat sohasida bir narsa tutqizishimiz kerak qo'liga. Boshqa bir millatga ehtiyoj tushmaydigan odatda. Agar biz shuni tutqizolmasak, u o'zida bo'lmagandan boshqalarnikini qabul qildi. O vaqt madaniyat qalam dars bo'ldi. Uning uchun deymanda islom dinini ba'no qilish orqali, islom dinini yo'q narsaning o'zini o'tirib qo'yish orqali Uyg'urlarniki, ya'ni islom qarshi kelmaydigan bundaq madaniyatning o'zini, bundaq urf-odatni cheklash islom diniga va millat qilingan bir xiyonat hisoblandi. Mana shu qavaqda. Bu endi milliy nimadan aytgan vaqtda milliy maqsad. Xitoy tarafini qarab aytgan vaqtda nima desa, Xitoy tarafda Xitoyga birga turib, Xitoy sifati turib bizga o'zi dinni qalqon qilish orqali, ya'ni dinni shu yo'q narsani, dinni yo'q narsaning o'zini qalqon qilish orqali Uyg'urlarniki Xitoy yo'qotish oldi turayotgan madaniyatni yo'qotishga birga o'zi bir saf tuganlik nima bir saf tuganligi ifodalandi bundan. Uning uchun nima desa, bu odamning o'zini bir tarafdan madaniyatimizga qilinib nima haqorat qilgan madaniyat o'zi xiyonatchilari deb qarasaqmi, ikkinchi bir tarafdan chunqurroq qarasak, siyosiy jihatdan qaragan vaqt nima desa, Xitoyning bir saf tugan odamlar bor. Bunun aksida mushundaq kuch ko'tayotgan odam kuch ko'tish nima desa, Xitoylar tarbiyalayotgan yoki qo'riq Xitoy tutishgan insonlarniki o'tirib chiqib Uyg'urlarga qilayotgan o'zi buzg'unchiligi, yo'qotish xarakterlik o'zi Xitoyga ishlagan nimasi deymiz uning o'zini. To'g'ri, bu yerda biz bu bugungi kunlarda, bu oy, bu yillarda bizning milliy mavjudligimizmi bir kriz holatda. Vatan bo'lsin, muhojirat bo'lsin, masalan, bulubmu milliy ma'rifimiz, tilimiz cheklanayotgan o'sha bir holatda albatta demak sizlarda demak shu milliy mavjudligimizniki sharti bo'lgan madaniyat, san'at, til, milliy bayramlarimiz, mushlarni shu islomda yo'q deb buni qilmaymiz deganlarning hammasi demak Xitoyniki shu Xitoydan bir safta milliy madaniyatimizga, mavjudligimizga xiyonat qilishlar deb qarsak bo'ladi. Bo'ldi. Chunki bu yerga bir nuqta bir masala bor. Mushu Payg'ambar alayhisolamniki mushu rivoyat deb Sahih Buxoriydagi shu Eid to'g'riliq qilgan rivoyat inna likulli qawmin idan va haza iduna degan bu kelima nima desa, har qavm degan millat degan gap. Har qanday millatning bir nima bayrami bor degan gap. Eid degan bayram degan gap. Va haza iduna. Ma'u Qurban Eid bizning Eidimiz bu. Musulmonlarniki. O vaqtda biz musulmon bo'lishimiz bilan Qurban Eid, Ro'za Eid bayramlarini o'ynaymiz. Uyg'ur millat bo'lishimiz bilan masalan o'zi Navro'z bayramlarini o'ynaymiz. To'g'rimi yoki? To'g'ri. Xalqaro cho'tsa, xalqaroda boshqalarniki bayramlar bo'lib qolsa, bolalarimiz boshqalarning bayramiga ketib, ashar bozg'unchilik, yaxshi yomon ishlarning o'zini, masalan, qilib qilishning oldini olish uchun u bolalarimizni o'zimiz shu vaqt to'plab, u ishninki yomon tarafini qoldirib, yaxshi ish tarafga yo'llantiramiz uni. Buraymiz uning o'zini. Mana bunday qilsak, bu ishning o'zi yaxshi bo'laveradi. Dunyoda hech bir yomon ish yo'q. Yomon ish yo'q. Faqatlar shuni qilgan vaqtda u yomon ish shakllanadi. Masalan, ashakili bu devatga adam nima desa, Xristian bo'lib ketadi. Ya Xristianni qo'llagandek bo'ladi degan ma'noda bir hukmni devatgan narsa. Bu Xristianni qo'llagan emas. Bu agar shu to'planishdan masalan bir netin chiqib bayaqni sildilar. Uni biz yaxshi tarafga buraya olsak, yaxshi bir netin tarafga buraya olsak, o'tgan yil 2011dan boshlab 2017dan boshlab 2018gacha Aralıkta bir yıl 365 günün geçip ben neymiş kıldım. Bu 2018'den başlayıp 2019 bir geçilik mesela
nima ish qilaman masalan, oldin qarta bir shart qo'yishim kerak-ku men. To'g'rimi yoki? Men hozir masalan bu oyning 25-dan boshlab o'qishga kiraman deb meni planlab qo'yamman, tayyorlab qo'ydim masalan. 2 yilning ichida o'qishni bitirmay, andaq-mandaq deb qattiq o'zi bu plan turyapman-da. İnsan boşunda aldığa, yani bunundan kim zaten hayat qandaq, bunundan bunu qandaq o'tib ketdi? Eğer o'tgan xatolik bo'lsa, uni bunundan keyin takrorlamaslik va bunundan keyin yaxshi ishlar bo'lsa, uningni o'zi texim yaxshini qilishga rag'batlanish uchun va boshqalarni rag'batlantirish uchun bunu balja qilni. Masalan, rag'batlantirish uchun biz bu ishni bundaq yerda, bundaq toplantılarni ep mansak, ep basak bizga hech qanday o'z ziyni bo'lmaydi. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de məxsus belgilenmeyen bir iş olganlığı için yani Peygamber Aleyhisselam belgilegende şu kurbanı etme namaz okudu, işkirek namaz okudu, boldu. Yani kurban namazını okuduk, boldu deptikken yani işini kesip oladık o. Peygamber Aleyhisselam məxsus okuyan günde bir gün. Eğer ertesi, ögüne, onun ertesi. Yani özel bayram günden başka, eğit namazını okuyan günden başka 3. günüsü esir geçilik. Yani özel ne kıldıysa Peygamber Aleyhisselam bayram belgeledi şu vakit. Çok Kur'an-ı Kerim bundan özü 3 yarım gün bayram oynandı diye hiç kadar hayat yok. Ama Peygamber Aleyhisselam belgeledi. Bu ne dese insan bir yaxşılık özü bir galbi kılgan bir kız. Mesela vaktimiz müstakil olsa mukarrar halde 2-3 gün bayram kılışımız mümkün. Bunu özü rehberlerimiz belgeleydi. Doğru mu ya? Evet. Süreyemde bir yerde Müşene yangi yıl müşu bayramını yangi yıl tebrikleş müşu haqda söhbetleşip oturtdumuz. Ba'zan qarindoshlarimiz yoki diniy sohadagilar shu muajiratdagi shu yangi yilni diniy bayram, xristianlarning diniy bayram degan qarashmi bor. Ba'zanlar bu tabiiy, masalan, musulmonlar oy kalendari bo'yicha ayniga aylanish obitimiz bo'yicha yashayotgan boshqalar xristianlar yoki dinsizlar, boshqa dinliklar milodiy kalendari yana quyoshlik aylanish 365 kun shu o'lcham bo'yicha qilib tabriklaydi degan qarashlar yurdi. Endi sizlarniki qarashlar bu yangi yil shu milodiy kalendari bir diniy tusdagi bir kalendarmi yoki bu bayram diniy tusdagi bir bayram sizce? Ama o bularning diniy bayrami shu yangi yil desa baldir bo'ldi ekan. 25-yillar bo'ldi. 25-yillar biz shu nimada Norvegiya vaqtida shu 25-yillar atrofida bo'ldi, ammo bu birinchi oyning biri bayram emas asli bo'ladiki. Bu faqat yil bayrami bu. Din bayrami emas. Bunda İsa Aleyhisselam'niki hamda. Biz mesela Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Peygamber Muhammed Aleyhisselam, Ahmedullah Hristiyanlarımız, Müslümanlarınki de hem de İsa Aleyhisselam'niki kısmı kılınıp öldürülgen günde bular bayram kılıp bekitilgende 25. günü. Ondan keyin 3-chi ayning Pasxa bayrami bu Easter'daydi bular. Bu Tırılışan bu, tırılgan bayram. Tırıldı Peygamber'den yan bir tebriklaydi bular. Yangi yil dal shu 12-25 dekabrdan 5 kundan keyin yoki kaldır 5 kundan keyin bu yangi yil keladi kalendar bo'yicha. Endi siz qanday qaraylar shu? Men uning uchun shu Norvegiyada yashash jarayonlarimda biroz his qildim uni. Shu 25-yillar mushaqniki o'z diniy bayram bo'ldi ekan. Bu vaqtda 31-yillar tugab 1-oyning 1-kunisi nim bayram degan vaqtda bu diniy bayram emas bu. Butun dunyoniki yangi yil 1-oyning 1-kunisini yangi yil deb bekitgan e'tirof qilgan bir kun boshqa dunyo xalqaro bir kun hisoblanadi deb o'ylayman men. Uni maxsus xristianga mansub emas u. Hozir butun dunyoda asosan mush kunni tabriklaydi. Nima qilsa bir yilni sog' salomat o'tkazib, 2-yilga Allohning o'zi ne'mati bilan 2-yil qadam qo'yib mana 2 kun o'tdi. Bunchalik o'zi hayotni bergan Alloh taologa shukr qilib hamda kichkina bayramni munosabati bilan bolalarimiz masalan men bolalarga kunligi shu 3-4 kun bo'ldi. Bolalarga shunday o'zi nima qilaman-chu? Shu bayramni yaxshi ekan, bayramda bolalar o'ltirdi, Qur'onni shu yarim soat atrofida bolalarga nasihat qilaman. Yoki o'zimizningki örf odatimiz,
madaniyatimiz, tariximiz to'g'riliq o'zi so'zlayman-da. Bunda fursatmi nayet yaxshi ekan. Benim ballarım hazır şu Avrupa'da İngilizcenin özünü nayet medeniyet milletler qaraydı. Lekin bizning madaniyatimiz onundan qadim bo'lg'achqa ballarım şu bizning madaniyatimiz sohasida biroz ma'lumot egichi. Egi bo'lganligi uchun ma'lum madaniyatni o'nchilar cho'ng bilib ketmaydi. Demak ki nima desa men madaniyatimiz, tariximiz sohasida ballarimga biroz olsun bir narsa tutqazdim. Agar qo'lda o'zining bilimiz bo'lmasa, chuqur bu qo'l tutgan bir narsa bo'lish kerak. O vaqtda bularnikini erishishga majbur qoladi. To'g'ri. Nima söhbatimiz nayet yaxshi davom qiladi. Rahmat sizga nayet muhim bir masalada uchuq bir tushuncha berdilar. Albatta menga o'xshash boshqa shu yangi yilni tabriklash va boshqa islom dini bilan munosabatsiz bayramdan tabriklashniki Uyg'ur musulmonlar uchun to'g'ri bo'lgan bo'lmay, Allohga boshqa turgan qiyomatimiz uchun bir foydali bir dars bo'ldi deb o'ylayman. Bu vaqtda mening tushuncham nihoyatda aydin bo'ldi. Ondaqda biz xalqimizga 2018-yilniki nihoyat bir osoyishlik, omon-esanlik, zulm iskanjalar ko'tarilgan, hayotida bir kelishini belgilaydigan xayriyatli bir yil bo'lishini biz birlikda bir tabriklab, yangi yilni bir xalqimizga birga bir tabriklamoqdik. Biz shuni tilayotimiz Allohning o'zi 2018-yili Xudoyim bo'lsa shu vatandagi zulmlarni ko'tarilib ketishini, haqiqat qarindoshlarning vatan asrlik qarindoshlarniki shu vatandagi zulmniki ozish uchun harakat qilishni umid qilaman. Chunki o zulm hech qanday bir yerda o'zi zulm bo'lmaydi, zulmni qabul qilmagan qadarchi. To'g'ri. Bu zolim deymiz, dunyoda bir inson yana bir insonga zulm qilinmaydi. Qachonki o zulm qilinuvchi shu zulm qiluvchining zulmini qabul qilmagan qadar. Biz şu zulmning o'zini o'zimizni ko'tarib o'tishimiz uchun ashunga harakat qilishimiz lozim. Buning uchun butun qarindoshlarniki shunday bir zulmga qarshi bir harakatga o'tishiga birlikda mayli qanday bir soha bilan hamkorlashsin, shunday o'zi bir birlik barobarlikda zulm qarshi harakat qilishni umid qilamiz. Hammasniki yangi yili, ya'ni 2018-yili nihoyat o'zi yaxshi bo'lishini Allohdan tilaymiz. Ham o'zi hareketini birga qilamiz deb o'ylayman inshaalloh. Rahmat hojim, e'tiqodlar kelsin. Men shu o'xshashlar bu ekran orqali butun dunyoning har qaysi joylaridagi muajiratdagi qarindoshlarimizniki 2018-yilniki barakatlik, amallik, turmushi xotirjamlik nisb qiladigan, ten sog'lom bo'ladigan, kasb natija bo'ladigan bir yaxshi bir yilniki bo'lishini chin qalbimdan tilayman. Bo'pti, undaqda bugungi shu ikkimiz epirgan suhbatimizning 4-qismi bugun shu bilan yangi yil masalasi bilan tugagan bo'lsin. Alloh nasib qilsa, biz shu oyning ichida yana suhbatimizning davomini 5-qismini elib boramiz va qarindoshlar bilan yana qayta ko'rishimiz. Bo'pti, undaqda ko'rishga omon bo'laylik. Ko'rishga omonlik. Allohga omonat. Assalomu alaykum. Bo'pti hojim, sizlarni yangi yildan tabriklayman. Oilalarga baxt, tanlarga saqliq, ishlar natijalik bir yangi yil bo'lsin.